Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'tgan yildan beri Samarqandning Dinamo klubi sharafini himoya qilib kelayotgan 21 yoshli himoyachi Jahongir O'rozov atrofidagi vaziyatni kuzatish juda qiziq kechmoqda. Yil boshida samarqandliklar uning transferini Turkiyaning e-sport jamoasidan sotib olgandi. Endi esa Dinamo O'rozov orqali yaxshigina summaga ega bo'lishi kutilmoqda. Chunki bu futbolchini ayniqsa Yevropada xaridorlari ko'p. Yodingizda bo'lsa, shu mavsum avvalida ham Jahongirga chetdan bir qancha takliflar bo'lgan. Biroq yakunda futbolchi Dinamoda qolgandi. Bu safar endi bunday bo'lmasa kerak va iqtidorli himoyachining faoliyatida katta ehtimol bilan yangi sahifa ochiladi. Bu borada uning agentlari qattiq ishlashyapti. Amalda Dinamo bilan yana shartnomasi bo'lgan ushbu o'yinchiga chetdan aniq va jiddiy takliflar mavjud. Sport.uz'ga ma'lum bo'lishicha, ko'plab variantlar orasida Fransiyaning Nantes hamda Germaniyaning Borussia klublari asosiy da'vogarlar bo'lib turishibdi. Ular allaqachon Jahongir O'rozovni ko'z ostilariga olib qo'yishgan va shu sababli uni Dinamodan sotib olishga tayyor turishibdi. Bu yog'i narx-navosining qay tarzda kelishishiga bog'liq. Shunisi aniqki, Samarqand klubi bu o'yinchi orqali yaxshigina daromadga ega bo'ladi. Shuningdek, O'rozovga Ukraina Premyer Ligasida Shaxtyor bilan birgalikda peshqadamlik qilib kelayotgan Elnizi Cherkas klubi ham qiziqib qolgan. Biroq futbolchining agenti mijozini faqat Yevropaning top 5 chempionatlaridan biriga yo'l olishi borasida harakat qilishayotganini ma'lum qildi. Darhaqiqat, Jahongir yakuniga yetgan mavsumni ham yuqori darajada o'tkaza oldi. U bu yil chempionat va kubok doirasida 30 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Yanvar oyida Jahongirni Yevropaning taniqli klublaridan birida ko'rsak ajab emas.